Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Shenray T30 mashinasini olib qo'ygandik, xudo xolasa tayyor holatga keltirdik. Bu mashinamizga qilingan ishlarni bir qator tushuntirib o'tib ketaman. Koronalar ustunovka qilib berganimiz ideal darajada o'rnatilgan. O'zlarining bitta baho beraverasiz. Orqa tomoniga koreyskiy tentlardan ustunovka qilib berganmiz. Choklariga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Ideal darajada tikilgan. Orqa tomoniga keladigan bo'lsak, orqa tomonini darvozali variantdan qilib berdik. Alikafondan darvoza bo'lgan. Qulflanadigan ruchkalar qo'yib berganmiz. Har doimgidek komfort dugalarda ustunovka qilib berganmiz. Yana bunga 65 talik propan ustunovka qilib berganmiz. Tomonda changan mashinasiga xuddi shunday tench ustunovka qilish jarayonlari bo'lyapti. Bu mashinamiz tepa sharnerli variantdan bo'lyapti, tepasi ochiladigan varianti. Yana bir Jack X200 mashinamizga izotermik furgon ustunovka qilish jarayonlari xudo xolasa tayyor holatga kelib qoldi bu mashinamiz ham. Agarda kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Shenray deysizlarmi yoki bo'lmasam Jack mashinasi deysizlarmi, changan mashina istalgan turdagi yuk mashinalariga izotermik furgon, tent xizmatlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi.